Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz do'konimizga Shirin firmasidan assortiment kalvasa mahsulotlarimizni sotuvimizga keldi. Bemalol kelaverasizlar. Sosiskalarimiz 57.000 kilosi. Keyin aksiya kalvasamizga keldi. Kalvasamiz 55.000 so'm, sosiskasi bonusiga. Sardelka 57.000 so'm. Bek setka kalvasamiz 45.000 so'm kilosi. Shirin 86.000 kilosi. Mazali 92.000 kilosi. Servelat Tim kalvasamiz 65.000 kilosi. Salyami Tim setka 62.000 kilosi. Shedevr kalvasamiz 49.000 kilosi. Stolichniy 39.000 kilosi. Doktorskiy Tim kalvasalarimiz ham bor 50.000 kilosi. Chesnochnilar donasi 13.000 so'mdan. Sahara Andalus 54.000 so'm turishi 1,5 kilolik. Assobiya 50.000 kilosi. Assobiya bek. Shirin Salyami qimmat kalvasa kapchonni turishi 1,8 so'm kilosi 1,65 so'm. Shaxskiy vakuum uzun turishi 31-32 ming chiqadi. Barskiy 25.000 so'm donasi, yarim kilo chiqadi. Pakonlarimiz sotuvimizda bor. Qimmat pakon 100.000 kilosi. Keyin Tim pakonimiz bor 79.000 kilosi. Keyin bizda yangilik go'sht mahsuloti turishi 18.200 gram. Keyin shaxsga kichkina kalvasachalarimiz donasi 9.000 dan. Keyin bunaqa ikkitali krakerskiy kalvasamizda turishi 20.000-19.000 so'm. Bunaqa sirlarimiz, mozzarella sirlarimiz bor pitssaga ishlatishga. Bu turishi 15.000. Shu atrofda chiqyapti. Keyin egerskiy uzun sosiskalarimiz kilosi 65.000 so'm. Bunisi 45.000 so'm kilosi. Bu timniki. Keyin sir yantarimiz turishi 15.000 kilosi 36, 37, 38. Keyin Farah mini Shirin bu 85.000 kilosi turishi 22.000 chiqyapti. Krakowskiy Shirin kilosi 102.000. Keyin sevinchlarimiz bor sotuvga. Bu kichkinasi 8.000 qilib beramiz. Kattasini 15.000 qilib beramiz. Ichida souslari bilan.